Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga yangi 128.7 prim modda kiritilib, jamoat transporti uchun alohida ajratilgan yo'laklarda harakatlanish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik belgilanmoqda. Jumladan, yo'nalishli transport vositalari uchun alohida ajratilgan tasmasi bor yo'ldan transport vositalarining harakatlanishi bundan ruxsat etilgan hollar mustasno bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobari miqdorida, ya'ni 375 ming so'm jarima solishga sabab bo'lishi. Xuddi shunday huquqbuzarliklarni ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takroran sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobari miqdorida, ya'ni 1.125 ming so'm jarima solishga sabab bo'lishi belgilanmoqda. Shu bilan birga, qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-moddasi nomlanishi va birinchi qismi dispozitsiyasi yangi tahrirda bayon etilib, haydovchilarning transport vositalarini aynan trotuarlardan, piyodalar va velosiped yo'laklaridan, yashil hudud maydonlarida yurgizganligi uchun ham javobgarlik belgilanmoqda. Bundan tashqari, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 147-moddasi nomlanishi va birinchi qismi dispozitsiyasi yangi tahrirda bayon etilib, yo'llarga noqonuniy to'siqlar o'rnatish yoki to'sib qo'yish, shuningdek yo'l harakati ishtirokchilari harakatiga to'sqinlik qiluvchi boshqa qurilmalarni o'rnatganligi uchun ham javobgarlik belgilanmoqda. Qonun kuchga kirgandan so'ng yo'llarga noqonuniy to'siqlar o'rnatganlik yoki to'sib qo'yganlik uchun fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari miqdorida, mansabdor shaxslarga esa 20 barobari miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Qonunning qabul qilinishi